Assalomu alaykum. Shu futbolda ko'rdikda kecha. Amerikaga bora olmadim deb yomon xafa bo'layotgandim. 2 marta kirdim elchixonaga. $160, $160 ketdi. Shu o'yin to'g'ri oson emas. Gapirishdan oldin o'zing o'ynab ko'r deyotganlar ham bor. Lekin shu hayajon kuchli bo'ldi do'stlar. O'ynasa bo'lardi-da. Trener o'zimizni og'ani olib ketish kerak edi. Temurda u bormagan. U senga berib qo'ysa ham bo'ladi. Boshida ham men video qilgan edim shu Temurda o'zi qolsa bo'lardi deb turin. U o'zimizni yigitda, u yoqda o'rganib kelsa, malakasi ham o'zimizga qolardi. Ketin odamlar yerda gapiradi deb jonini berib mahkam ish qilardi deb o'ylayman-da. U keladi ketadi, bir shuni bergan pulini xarajatini shu yerga qilsa, mana shunda yetardi deyman. Hech bo'lmasa necha o'ynardikda kecha. Ana Abduqodirni shu Ronaldoga qarovul qilib qo'yish kerakmi deb o'ylayman-da. Keyin shu himoyaga ko'proq odam bo'lish kerak edi. Himoyaga kamroq odam bo'ldimi deyapman-da. Himoya baquvvatroq bo'lish kerak edi. Keyin shu bollar mandirab qolyapsizlar-da. Haqiqatan Eldor harakat qilyapti. Qolganlar ham bitta bor harakat, lekin kamda u. Do'stlar, shu Portugaliya ham odam bizlarga o'xshagan. Bizlar ulardan zo'rroq mamlakatda, quyoshimiz baquvvatroq bo'lishi ham mumkin. Harakat qilaylik, ertangi o'yinda kecha shu ko'zdan yosh chiqib ketdi-da. Men shu mana 2-0 bo'lsa ham unchalik gapirmoqchi emasdim. Endi 5-0 bo'lib ketdi-da. Do'stlar, ukalarim, o'ynaylik. Bo'ladi. Harakat qilamiz do'stlar. Shu gapim ko'p, endi ko'p gapirmoqchi emasman-da. Salomatlik tilayman.